Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Munisa. Hammaga xush kayfiyat tilab qolaman. Bugungi ochirimimizni menga like bosib, podpiska bo'lganlarga ko'ramiz. Hammani kuni barakotli o'tsin. Nimaniki niyat qilgan bo'lsa, erishishlarini so'rab qolaman. Qani bugungi kunimiz nima bo'ladi? Nimalar kutyapti kartamiz? Nimani maslahat beradi? O'ylovlarda turibsiz. Menimcha moliyaviy ahvolda ko'proq o'ylovda turibsiz va muammolardan qochyapsiz. Bir narsani juda qattiq o'ylab turibsiz. Qulog'ingiz xuddi hech narsani eshitmayapti. Oyoq qo'llaringiz xuddi bog'langanday o'ylovda turibsiz. Moliyaviy ahvolda ham pul keladimi, yo'qmi deb qarab turibsiz. Muammolardan o'zingizni olib qochyapsiz. Xo'p, bular hammasi hal bo'ladimi, bo'lmaydimi? Albatta, menimcha bir sayohat ham tushyapti. Bularning hammasi hal bo'ladi, lekin vaqt kerak. Albatta, buni hammasi hal bo'ladi, yaxshilikka bo'ladi. O'ylanib turibsiz, moliyaviy ahvoldan siqilyapsiz, muammolardan mana o'zingizni olib qochyapsiz. Xuddi bir joylarga ketgingiz kelyapti. Mana bir joylarga ketgingiz kelyapti. Lekin buni hammasi vaqtinchalik, hamma muammolar hal bo'lib, yuzingiz yorug' bo'lib, yana o'z hayotingizni davom etasiz. Siqilishning hojati yo'q. Hammasi yaxshilik bilan yakun topadi. Hammaga omad tilayman.